Salom, men Asmako Anti-Gravelman. Avtomobilingiz tashqaridan chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin uning eng ko'p zarba yeydigan joyi bu pastki qismidir. Har kuni yo'lda harakatlanganingizda aynan mashinaning pastki qismi shag'al, suv, loy va yo'l iflosliklarining doimiy ta'siri ostida qoladi. Mayda toshlar va shag'al zarbalari metal yuzaga tinmay uriladi. Namlik esa ichkariga kirish uchun sharoit yaratadi. Agar pastki qism himoyasiz qolsa, metal yemirila boshlaydi, zang paydo bo'ladi va keyinchalik qimmat ta'mirga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli men ishga tushaman. Asmako Anti-Gravel pastki qism yuzasida mustahkam himoya qatlamini hosil qiladi. Bu qatlam qalin, elastik va zarbaga bardoshli bo'lib, metal yuzani tashqi ta'sirlardan ajratib turadigan himoya to'sig'ini yaratadi. Men namlikni ichkariga o'tkazmayman, suvni metalga yaqinlashtirmayman va zang boshlanishiga olib keladigan asosiy xavfni kamaytiraman. Shag'al va tosh zarbalari kelganda, zarbani metal emas, avval men qabul qilaman. Shu tariqa pastki qism ancha ishonchli himoyalanadi. Bundan tashqari, himoya qatlami vibratsiyani kamaytirishga yordam beradi va avtomobil ostidan keladigan ayrim noxush shovqinlarni pasaytiradi. Natijada siz nafaqat pastki qismni asraysiz, balki kelajakdagi ortiqcha xarajatlarning oldini olib, mashinangizni uzoqroq himoyalaysiz. Asmako Anti-Gravel men mashinangiz uchun ko'rinmas, lekin kuchli himoya. Bugun himoya qiling, ertaga qimmat ta'mirdan saqlaning. Ha, yana aytgancha, meni o'zingizga yaqin bo'lgan avto ehtiyot qismlari sotiladigan do'kondan so'rang.